O'zbekiston hamda Xitoyning yaqin hamkorligi Farg'ona shahrida qator yirik loyihalarni amalga oshirishga zamin yaratmoqda. Xususan, Farg'ona shahriga kiraverishda Farg'ona Yevrosiyo xalqaro savdo markazi, uning yonida Hilton mehmonxonasi hamda Xitoyning Foshan sanoat parkini qurish loyihasi amalga oshirilmoqda. Oldi do'kon, orqasi ishlab chiqarish platformasida savdo obyektlari, ishlab chiqarish zonalari, omborlash xizmatlari yo'lga qo'yiladi va mazkur uchala yirik inshootning umumiy investitsiya miqdori 300 million AQSh dollarini tashkil etadi. 32 gektar maydonda Farg'ona Yevrosiyo xalqaro savdo markazi bunyod etiladi. Ya'ni bir joyda hamma narsa shioridagi xalqaro savdo va ta'minot integratsiya platformasi yaratiladi. Loyiha Yevrosiyo savdosining aqlli va yangi markazi bo'lish, Farg'onadan turib butun mintaqaga xizmat qilish, savdo xarajatlarini kamaytirish, logistika samaradorligini oshirish va mintaqaviy iqtisodiy rivojlantirishni tezlashtirishga xizmat qiladi. Uchta yirik loyihaning poydevorini qo'yish marosimida viloyat hokimligi mas'ullari, xitoylik investorlar, kompaniya rahbarlari, tadbirkorlar, nuroniylar hamda keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tantanali marosimda viloyat hokimi Xayrullo Bozorov O'zbekiston-Xitoy strategik sherikchiligi izchil rivojlanib, o'zaro ishonch, do'stlik va manfaatli hamkorlik tamoyillari asosida mustahkamlanayotganiga e'tibor qaratdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev janoblarini, qolaversa Xitoy Xalq Respublikasi Raisi Si Szinpin janoblarini o'zaro do'stona aloqalari va bir-birlariga chuqur hurmat asosida, demak, bo'lgan mana shunday bir katta bir do'stona munosabatlari tufayligina mana shu bugun O'zbekiston va Xitoy munosabatlari mana shunday yuqori darajada, yuqori sur'atlarda davom etyapti. Ikkita davlatni viloyatlarning o'rtasidagi hududlararo kengash tuzib berildiki, mana shu kengashlarni ham demak tinimsiz ishlanishi, mana shu uchrashuvlarni o'tkazib borilishi, xitoylik do'stlarimiz bu yerga kelishi, bizni delegatsiyalarimiz borishi, mana shu bugungi kunda mana shu o'z munosabatlarimizni yuqori cho'qqiga rivojlanishining eng muhim poydevori bo'ldi desam to'g'ri bo'lgan bo'ladi. Qurilishi boshlanayotgan 3 ta yirik loyiha Yevrosiyo xalqaro savdo markazi bugun xuddi mana shu zamin mana shu yerda demak qurilish boshlanadi. Ikkinchisi Hilton Double Tree mehmonxonasi va uchinchisi demak Farg'ona shahar baqa sanoat zonasi o'rnida Foshan ishlab chiqarish sanoat parkini demak qurilishi bugun viloyatimizning iqtisodiyotini oshirishga, viloyatimizda savdo logistika xizmatlari darajasini ko'tarilishda, qolaversa viloyatimizda turizmni rivojlantirish uchun juda katta iqtisodiy ijtimoiy keramiz turtki beradigan katta bir yirik loyihani demak boshlanishi guvohi bo'lib turibmiz. Farg'ona viloyatida Xitoy kapitali ishtirokida 273 ta korxona faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, yana yangi 100 ga yaqin istiqbolli hamkorlik loyihalarini amalga oshirilishi rejalashtirilmoqda. 大家好，今天非常开心，然后遇到这个美丽的费扬甘娜。 Qisqacha aytganda, bu 3 ta loyiha oltin kombinatsiyaga o'xshaydi. Sanoat parki ishlab chiqarishni amalga oshiradi va Foshan ishlab chiqarishning yuqori sifatli mahsulotlarini bu yerga olib keladi. Savdo markazi esa mahsulotlarni ko'rsatish va sotish uchun javob beradi. Ularni Yevropa va Osiyo bo'ylab osonlik bilan sotish imkonini yaratadi. Mehmonxona esa yuqori sifatli biznes va dam olish xizmatlarini taqdim etadi. Shu bilan birga bu yerga ishga kelgan yoki sayohat qilgan do'stlarimiz uchun qulay uy bo'lib xizmat qiladi. Bu 3 ta loyiha birgalikda Farg'ona vodiysida to'liq ishlab chiqarish zanjirini yaratadi. Biz ushbu loyihalar orqali mahalliy aholi uchun ko'proq ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy rivojlanishni kuchaytirishga yordam berishni niyat qilmoqdamiz. Bu bizning kompaniyamizning yirik sarmoyasi bo'lib, Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi do'stlikni rivojlantirishda bizning chin dildan qo'shgan hissamizdir. O'zbekiston Buyuk Ipak yo'lidagi strategik davlat, xususan Farg'ona viloyati Yevrosiyo mintaqasi uchun muhim logistika markaziga aylanadi. 40 gektar maydonda joylashtiriladigan Foshan ishlab chiqarish sanoat parki Yevrosiyo bozori uchun tayanch nuqta bo'lib, omborlash, logistika, savdo xizmatlarini birlashtiradigan xalqaro sanoat hamkorlik bog'i vazifasini bajarishi ta'kidlandi. 3 ta yirik loyihaning ishga tushishi natijasida 10 mingdan ziyod ish o'rni yaratiladi. 中国和乌兹别克斯坦这类国家，不管从政府层面上
Bugun Xitoy va O'zbekiston hukumat korxona hamda jamoatchilik darajasida hamkorlikning oltin davriga kirib bormoqda. So'nggi yillarda Xitoy korxonalarining O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan soni 5000 ga yaqinlashib, Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinni egalladi. Investorlar tarkibi markaziy korxonalar, davlat korxonalari, xususiy korxonalar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlarini o'z ichiga oladi. Hamkorlik yo'nalishlari infratuzilma, energetika, qayta tiklanuvchi energiya, avtomobilsozlik, qurilish, turizm kabi ko'plab sohalarni qamrab oladi va ulkan rivojlanish salohiyatiga ega. Ikki davlat o'rtasidagi yuqori darajadagi o'zaro ishonch va strategik hamkorlik siyosiy asosni mustahkamlab, iqtisodiy aloqalarning kengashiga xizmat qilmoqda. Yaqinda Xitoy tashqi ishlar vazirining O'zbekistonga tashrifi ikki tomonlama hamkorlikni yanada chuqurlashtirish va loyihalar amalga oshirilishini jadallashtirishga muhim turtki bo'ldi. Ishonchimiz komilki, ushbu hamkorlik yurtlarimiz uchun yanada ravnaq topgan porloq kelajak sari yo'l ochadi. Tadbirda yirik loyihalarning poydevorini qo'yish marosimi o'tkazildi. Nuroniylar ishtirokida duolar qilinib, yurtga tinchlik, osoyishtalik, boshlangan ishlarga xayr va barakalar tilandi. Haqiqatan ham hozirgi kunda mana yurtimizdagi tinchlik, xalqimizning farovon hayoti uchun olib borilayotgan ishlar juda ham hammamizni ham qalbimizni quvontiradi. Sababi mana shu yangi ish o'rinlarini yaratish, oxir pirovardida mana shu yurtimizdagi olib borilayotgan barcha islohotlarda majmuasi qo'shilib xalqimizning kelajakda farovon hayoti uchun. Mana bugun bu yerda 3 ta yirik majmua qurilishi, bular o'sha Xitoy xalqi bilan, Xitoy yurti bilan birgalikda amalga oshiriladigan loyiha. Sababi shu O'zbekistonimizdagi tinchlik, jahon hamjamiyatini oldida tutgan o'rni uchun butun davlatlarning aloqa darajasini yaxshilanib borayotirganligi ham mana shunday qiziqish uyg'otyaptiki, mana shu loyihalar, investorlar kelib birgalikda mana shu yerda ish o'rinlarini yaratilyapti. Bularda hammasi albatta xalqimizning ertangi kuni uchun, yoshlarimizni kelajagi uchun albatta juda katta bir natija bo'ladi. Ish o'rinlari yaratadi. Inson qadri yana yuqori qo'yilgani sababli ham hayotimiz mazmuni bundan ham yaxshi bo'ladi degan bir umiddamiz. Bu loyihalar xitoylik investorlar bilan olib borilgan muloqotlar va kelishuvlarning amaliy natijasi bo'lib, Farg'ona viloyatining sanoat salohiyati, logistika imkoniyatlari hamda turizm infratuzilmasini yangi pog'onaga ko'taradi.